Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarida mendan keyin 4 ta insonni jannatiy ekanligiga guvoh bo'ling deganlar. Shuning ichidan sanayotganlarida ayolim meni zimmamdadir, bola chaqam meni zimmamdadir, men ularni faqat halol yedirishim kerak deb yurgan erkak kishi dedilar. Shuni duosini olish kerak ekan. Shu o'zini anglagan odam ekan. Anglamaganlar-chi? Anglamaganlar domladan duo so'rayapti. Taqsir, kenaysiz bir duo qiling, chet elda ishlab mana shu mashinani menga olib berdilar deb. Badbaxt. Anglamagani o'sha o'zi. Uchinchidan o'zini angladi deganini shaxsiy fikrim, ilmni tushunamiz. Ilmni o'rganishi, ilmni nima halol, nima harom, nima yaxshi, nima yomon, nima haq, nima botil, shuni ajratuvchi ma'lumotlarni to'plab olgani yoki shunga intilgani yoki shuning yo'lida harakat qilayotgan